Mmm, olma judayam mazali ekan-da, obunachilar. Olma judayam shirin. Barchaga salom, sizlar bilan Kompot. Bugungi videomda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Ha, obunachilar. Hozir biza o'zimizga kerakli narsalarni olib, tashqariga chiqib, bir nimalar qilib tashlaymiz. Xo'p, bo'ldi. Ko'chaga chiqamiz. Jitel, nima gap? Gaping bormi? Kompot yaxshimisan? Ertaga merni tug'ilgan kuni. O'sha-chu merni uyini judayam zo'r dekoratsiyali qilib yasashimiz kerak. Dekoratsiyali qilib deganing qanaqasi endi? U aytayotganimki, qirollarnikidek takoy saroydek bo'lishi kerak. Saroydek bo'lishi kerak, shunaqami? Da. Tushunarli. Obunachilar, eshityapsizlarmi? Saroydek merni uyini qurishim kerak. Bir kun kerak, shunaqami? Da, ko'pincha oltin rang bilan qizil rang ishtirok etishi kerak. O'shanda judayam zo'r bo'ladi. Okey, biza merni uyini ko'rib olishimiz kerak. Yo-mayo. Voy, judayam to'zg'ib ketibdi obunachilar merni uyi. O'tirishimni qaranglar, yo-mayo. Yo'q, merni uyi judayam to'zg'ib ketibdi obunachilar. Biza endi buni uyini noldan anaga qilib, noldan boshlab uyni qurishimiz kerak. Yo-mayo. Bizaga shunaqa oltin svet, ya'ni saroylardek shunaqa bo'ladi. Tojlarni qo'yamiz shipirni ustiga. Obunachilar, qani unda boshladik. Ishlarni ham davom ettiramiz. Ha, obunachilar. Ishlarimizni ham o'sha yarmini bitkazib oldik desa ham bo'ladi. Endi bu yerlarni qizilga bo'yaymiz. Ha, aytgancha obunachilar, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Biza 200 ta bo'ldik obunachilar. Barchaga rahmat. Endi 300 ta bo'lishimiz kerak. Ya'ni shu videoni orqasidan 300 ta bo'lishimiz kerak. O'shancha sizlar maksimalni tarqatib, podдержка qilib, obuna bosib, like bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishlar kerak bo'ladi. Biza endi jiteletganidek sariq va qizil ranglarni ishlatdik. Endi buni shipirga keldi. Navbat shipiriga. Bizani ham uyimiz bitisiga ham oz qoldi. Mana, sana. Tappa tayyor uy. Endi buni ichkarisini tushashimiz kerak. Obunachilar, ustini ko'ryapsizlarmi? Shipirchalarni ko'ryapsizlarmi? Buni takoy bir nima deydi? Biling, tojdan yasalgan obunachilar. Toj, shipirga toj kiygizilgan. Yo'q, qo'rqizordinglar-yu. Kompot, nimalar qilib tashladik? Buncha zo'r. Bu dekoratsiya berib turadi-yu. Ha, shuda dekoratsiya berib turadi. Juda ham chiroyli. Sizlarga yoqdimi? Albatta yoqdi. Bizada ham shunaqa uy bo'lsa edi. Unaqa boru. Unaqa uylarda yashashing uchun ishlashing kerak. Bo'lmish. Kompot, unaqa dema. Bu uylar sandaram qoladi. Sandaram oldim bo'lgan. Yo-mayo. Mayli. Yo'q, endi ichkarisini bezatishimiz kerak. Jitellar, men hozir omborxonadan ichkariga kerak bo'ladigan narsalarni olib kelaman va bu yerdagi narsalarni bo'shatib olaman. Obunachilar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Men charchab ketdim. Yo-mayo. Endi ichkariga kerakli narsalarni olib, ichkarini bo'shatib olishimiz kerak bo'ladi. 1, 2, 3. Qarochi, obunachilar, mana tapur bilan tekis qilib hozir uylarni bo'shatib olyapman. Mana obunachilar, uylarni ham bo'shatib oldim. Endi uyning ichiga, ya'ni zamonaviy 2025-yildagi bo'lgan zamonaviy narsalarni olib kelib, merni zo'r kutib olishimiz kerak bo'ladi. Mana obunachilar, juda ham zo'r javonlar, kompyutermi, telefonmi, hammasi, stullar mana. Hammasi, stol, hamma narsani olib kelib qo'ydik. Endi qayerga qo'yamiz? Shu yerga qo'ysak, biling. Buni olib qo'yamiz, mayli. Mana bu o'tiradigan takoy stul. Wow! Mazza qilib o'tiradi. Tushunyapsizlarmi hozir? Bu yoqda assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mer bo'lib o'tir deb o'tiradi. Mana bunda takoy mer o'tiradi. Qandoysan deb ish yurib o'tiradi. Shunga moslab bu yoqda ichkiliklar bo'ladi. Mana bunda kitoblar, mana baribir merimiz anaqa qilmaydi, kitob o'qimaydi, baribir qo'yib qo'yaveramiz. Mana bu kaktus
tusga qaranglar, yo'maydi. Bu kaktus emas, internetda ko'rgan bo'lsanglar, qo'linglarni tiqsanglar, qo'linglarni tishlab oladigan narsa bor-u, o'simlik o'shanaqada bu. Mana bunda mana qip-qizil kompyuter, merni rangiga o'xshab gay. Mayli, hazil. Bu yerda kitoblar, bu yerda telefon jiring-jiring deb shahardan kelgan xabarlarni assalomu alaykum deb o'qib turish uchun, mana bunda svet, mana kitob o'qib o'tirish uchun takkoy. Mana bu narsalar bizani merimizni ham uyi xonasi bitta. Agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va kommentariyadan uni necha ball qo'yishingizni kommentariyaga yozib keting. Hamma bu narsalar. Mana endi yotar-tutarlarni ham olib kelib qo'ydik. Endi shularni joylashtiramiz. Balobattar qilamiz. Nu takkoy shu yoq ochiq qoluvdi. Omborxonadan yana narsalar olib keldim. What the heck, men bu yoqlarni ham olsa bo'ldi. Buni tegani qizil qilishimiz kerak bu narsalar. Bo'lmasa no deb bo'pti, yarashmayapti-da. Mana 12 ta silliq ketdi. Endi buni tegani saru qilamiz. Saru tashkillu deb mana. Endi shularni ham qo'yib yuborsak bo'ldi. Bu narsalar mana tayyor ayyor. Endi biza yotar-tutarlarni ham qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Xotini bilan yotadi, xotini bilan. Bu yo'q, endi ko'rinmay turish kerak-ku. O'zinglar tushundinglar-ku. Endi buni ham endi anaqasiga qo'yib ham tushungan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar, kommentariyaga o'zinglarning fikringizni yozib. Endi patologiga ham qo'yish kerak. Albatta, bo'lmasa yuqoridan poylab turadiganlar merni tutib oladi. Hazil bo'ladi. Noto'g'ri. Oyna ochiq, oyna. Mana bunda qizil anaqalar va bir stak. Ana mana sana pana. Shu qizil sandiq topolmadim-da. O'shaning uchun men oddiysidan qo'yardim. Men bu haykal mana. Bu haykal kim deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Mayli, o'zim aytaman. Bu haykal merni 16-xotinidan bo'lgan 12-bolasi. Hazil o'g'illar. Buni rasmni bu yoqqa yozib qo'yishimiz kerak. Bo'yicha bitta rasm chiqadi. Tanlab olamiz. Men normalniy. Menga ham eng birinchi mikrofonni Bedrockda shuni qo'yganimda shunaqa chiqqan. Da bu yoqqa soat ko'ramiz, qo'yamiz. Chunki necha xotga mayli. Hazil bo'ldi obunachilar. Tayyor. Bu yoqlarga svet bo'ldi. Svet emas, bu qush ekan. Obunachilar biling. Endi ko'rma. Obunachilar merni yuji qanaqa bo'lib ketdi deymi? O'zi har bitta joyda, har bitta qadam bosadigan joyda joy qolmadi. Eshitysizlarmi? Endi jitel, ya'ni merlarni kelishini kutamiz. Merra kelishini kutamiz obunachilar. Assalomu alaykum, bratim. Qandaysiz? Mer janob, keldingizmi? Keldim. Sizga surprizimiz bor. Yana qanaqa surpriz? Nima boshlab qo'ydinglar? Yo'q, unaqa yomon narsa emas. Uyingizga borib ko'ring. Uyimni portlatdinglarmi shunaqami? Yo'q, portlatishyapmi? Undan ham battar qildik. Yo'q, agar uyimga bir nima bo'lgan bo'lsa, kallanglarni so'yib tashlayman. Yo'q, unaqa qilmang. Bu uy sizdan ham oldin ham bo'lgan, mendan ham keyin ham bo'ladi. Bundan keyin ham bo'ladi. Bu uy sizdan ham mendan ham qoladi. Yo'q, da. Mayli, uyga borib ko'ramiz endi. Yo'q, kapot. Oh my god. Nimalar qilib tashlading? Endi bu fikr kimdan chiqdi? Bu fikr Jamoldan chiqdi. Mer bo'ldi. Bugundan boshlab sizlar oyliginglar 1 stak emas, 2 stak bo'ladi. Jamol bilan ikkalanglar. Yo'q. Qarang bunga. What the heck? Qarang. Xotiningiz 11-xotiningiz bilan ajrashib 12-ga tekdingiz-ku. Asabimni buzma. Mayli. O'shaning uchun men bunda pardali spalnik qurib qo'ydim. Tako kimdir kelib qolsa bilmaydi hech kim. Asabimni buzma dedim. Okay. Men bunda tako kompyuterlar. Mana ko'ryapsizmi? Chaqib ketayimdan tez. Bo'ldi. Soqqasini to'lamaysizmi? Men sizlarga ittabaka beringlar deb? Yo'q. Unda boqqimni so'rayapsanmi? Billa. Mer siz unaqa deb o'ylamagandim. Bu uy sizdan ham oldin ham bo'lgan, mendan ham keyin ham bo'lgan, undan ham keyin ham bo'ladi. Bu uy sizdan ham mendan ham qoladi. Yo'q, albatta bro. Mayli, sizga surprizimiz shu edi. Yoqqan bo'lsa, obunachilarga yetib qo'ying, like bossin.
Ha-da, like emas. Like, obuna. Shunaqa. Yo-mayo, tepadan voshche zo'r ko'rinar ekan. Voshche minus ko'rinsinmi? Tavba. Sizga yoqdimi? Albatta. Obunachilar, video shu yerda tugaydi. Instagram yoqqan bo'lsa, like, obuna bosinglar. Barchaga xayr.